Bilasanmi, qanday qilib zerikarli va oddiy hayotni o'zgartirish mumkin? Bundan yarim yil ilgari ko'pchilik singari erta tongdan yarim tunga yaqin ishlab, bir xil kun kechirardim. Albatta menda ham orzu, maqsadlarim, yoqtirgan mashg'ulotlarim bor edi, lekin bularga vaqt ajrata olmasdim. Chunki pul topish uchun bor vaqtimni men ishga sarflardim. Maqsadlarim yo'lidagi rejalarni esa ishdan keyingi o'ringa qo'yib, doim ortga surardim. Dam olish kunlarim esa shunchaki uxlash yoki telefonga bog'lanib o'tib ketardi. Eng qizig'i menda juda g'alati odat paydo bo'la boshladi. Maqsadga intilib bir nimaga qo'l urish o'rniga har gal nimadir narsalarni bahona qilib qulay vaziyat kutardim. Bu bilan esa men ertangi kunimni o'zimga yoqmayotgan bugungi kunlarimdan biriga aylantirayotganimni bilmas edim. Bordi-yu sizda ham xuddi shunday holat bo'lsa, hozirgi aytadigan gaplarimni yodda tuting. Aslida siz u biz kutadigan qulay vaziyat bo'lmaydi. Aksincha, siz har qanday vaziyatni o'zingizga qulay qilib olishni o'rganing. Qat'iyan har bir kunda maqsadga eltadigan qadam qo'yishni odat qiling. Aks holda, bugungi kuningiz ertangi kundan deyarli farqi qolmaydi. Payti kelganda o'zingizni majburan intizom doirasida ushlab, diqqat e'tiboringizni maqsadingiz tomon qarating. Kim nimaki demasin, boshqalarning gapiga e'tibor bermang. Xato qilib qo'yishdan ham qo'rqmang va o'z xatolaringiz ustida ko'proq ishlang. Aynan shu hislatlarni o'zingizda jamlang va ularni rivojlantiring. Va eng asosiy muvaffaqiyat qoidasini unutmang. Har qanday vaziyatda ham taslim bo'lmang.